Assalamu alaykum hörmətli televizor köyküçülər. Görüp atqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötken bir hafta jarayonida dünyada yüz bergen Uyg'urlarga münasibətlik mühim vaqealarni tanıştırıp ötemiz. Hörmətli televizor köyküçülər, mən Erkin tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Uyg'urlar diyarındaki siyasi bastırışda mağrib sahasındaki sərxillərinin asaslık nişan bolup atqanlığı diqqət qozğamakta. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur ma'rifini gullantirishga as qo'shish uchun o'z mablag'i bilan Xolis fondi jamiyatini ta'sis qilgan ma'rifatparvar savdogar Abdulhamid Xolis hojimni buningdan 2 oy ilgari Xitoy maxfiy soqchilari tutqun qilgan. Şunun bilan birga Şinjan Universitetining folklor fanlari professori Raila Davudning buningdan 8 oy ilgari tutqun qilinganligi har soha kishilarini qattiq cho'chitdi. Amerika İnsanshunoslik ilmiy jamiyati bu munosabat bilan Amerikaning Beijingdagi bosh elchisiga maktub yo'llab, uning izdak so'riqini qilish lozimligini bildirdi. Yaqindan buyon Uyg'urlar diyorida oz degandimi 3 milliondan ortiq Uyg'urning siyosiy jihatdan o'zgartish harakatining qurboni bo'layotganligi haqida ko'plagan faktlik ma'lumotlar o'tirg'i chiqqan edi. 13 avgust kuni Xitoy vakillar o'miga Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida bizda jazo lageri degan narsa mavjud emas deb bu vaqtdagi ma'lumotlarni butunlay inkor qildi. Xitoy hukumatining butun dunyoga oshkora bo'lgan shuncha zo'r voqeani ko'zini yumibla inkor qilishi xalqaro zo'r g'ulg'ula qo'zg'amoqda. Faoliyatchilar va matbuot sohasi bu vaqt fikr bildirib, bu holning Uyg'ur masalasining xalqaroda texmi yaxshi bilinishiga yo'l ochadiganligini bildirmoqda. Xitoy hukumati zo'r kuch bilan ijro qilayotgan Uyg'ur milliy kimligini yo'qotish harakatida Uyg'urlarning diniy e'tiqod faoliyati uchun muhim so'rin bo'lgan masjidlarni cheqishning davom qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimizning ahvoliga kelishi jarayonida Xotanda masjid cheqish to'lqinining yuqori pallaga chiqqanligi, bu jarayonda Xotandagi Baytulloh va Baytul Ma'mur masjidi qatorliq 10 necha qadimiy masjidning cheqib etilganligi oshkor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, cheqib tashlangan bu masjidlar birdak necha 100 yillik tarixga ega bo'lib, navbatda bu masjidlarning o'rniga soqchixona yoki zavod qurilmoqda ekan. Yaqinda Uyg'urlarning Xitoy o'lkalarida ijara elishining terrorlikqa qarshi turish qonuni bo'yicha bir yaxlit qilinayotganligi oshkor bo'ldi. O'tgan hafta Xanan o'lkasi Jinping Noillik jamoat xavfsizlik idorasi tarqatgan bir uqtirishda 3 Uyg'ur navoiyga uyini ijara bergan Xitoyni soqchilarining tutqun qilganligi, uy ijara olgan Uyg'urlarning bo'lsa tarbiya uchun yurtiga qaytarilganligi aytildi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi bu vaqt fikr bildirib, uy ijara elishda kichik bir ishni terrorlikqa qarshi turish qonuniga tatbiqlash amaliyotda Uyg'urlarning Xitoy davlatining dushmaniga aylanib qolganligini ko'rsatadi dedi. Yaqinda Uyg'ur diyoridagi zo'r ko'lamlik mengi yuyish harakatining bir qismi sifatida navbatda Uyg'ur oilalariga Xitoy raisi Xi Jinpingning rasmini esish umumlashganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimizning ahvoliga kelishi jarayonida bu hodisaning bir qism joylarida xeli burunla yo'lga qo'yilishga boshlaganligi oshkor bo'ldi. Ba'zi joylarda bo'lsa Xi Jinpingning rasmi gilam qilib to'qilgan va hukumat ishxonalariga isilgan. Analizchilar bu vaqt fikr qilib, bu holni madaniyat zo'r inqilobi davridagi qizil tashviqot harakatlarining qaytadan bosh ko'tarishi dedi. Xitoy hukumati Uyg'urlar diyorida ijro qilayotgan siyosiy bostirish harakatlarida minglagan oilalarning vayron bo'lganligi va turli so'riqchiliklarga duch kelganligi ma'lum. Ammo bu hodisalar izchil tashqi dunyoga noma'lum holatda bo'lib kelgan edi. O'tgan haftadan boshlab muhojirat yashayotgan bir qism Uyg'urlar sukutni buzib, nahaq holda Xitoyning yig'ilish lagerlariga yoki turmalarga qamalgan urug' tuqqanlarining ahvolini oshkorlashga boshladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining hozir har qanday Uyg'urni ularning siyosiy maydonining qanday bo'lishiga qarab o'ltirmasdan hujum nishoni qilishi, navbatda borgan sir ko'p Uyg'ur muhojirlarini bu safga qo'shilishga undamoqda ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.